Assalomu alaykum aziz do'stlar, xabarchi o'z kanaliga xush kelibsiz. Azizlar, xabarlarimizdan to'liq ma'lumot olish uchun videolarimizni oxirigacha tomosha qiling. Albatta, keyingi videolarimizni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'ling va video ostida bir dona like tugmachalarini bosib qo'yishni esdan chiqarmang. Biz esa boshladik. Prezident halollarni qidiryapti. Bizlar arra tortmoqdamiz. Arramizning tishi yo'q. Nega arrang tishi yo'q deb so'raydigan kishi yo'q. Chunki bizlar anoyimiz. Pishib ketgan ko'zimiz, arra tushgan o'sha shoxda o'tiribmiz o'zimiz. Ko'chalarda biz poraxo'rlikka qarshimiz, korrupsiyasiz jamiyat quramiz deb yozilgan shiorlarni ko'rganda korrupsiyaga qarshi kurash uchun millionlar sarflab o'tkazilgan tadbirlarda ishtirok etganda negadir O'zbekiston xalq shoiri Erkin Vohidovning mana shu misralari yodga tushadi. Marhum shoirimizning 1991-yilda qalamidan to'kilgan bu so'zlar va uning ortida yashiringan kosa tagidagi nimkosa g'oya hamon aktual. O'zbekiston, yangi O'zbekiston, korrupsiyaga qarshi kurashyapmiz deb qancha bong urmasin, natija maqtagulik emas. Aksincha, korrupsionerlar ham poraning miqdori ham oshib boryapti. Prezident Shavkat Mirziyoyev esa bularni biladi va mamlakatda korrupsiyaga qarshi kurashdan umuman qoniqayotgani yo'q. Shu bois 5-mart kuni davlat rahbarligi raisligida korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha Milliy kengashning korrupsiyaning oldini olish bo'yicha ishlar natijadorligi va kelgusidagi ustuvor vazifalarga bag'ishlangan kengaytirilgan yig'ilish bo'lib o'tdi. Ayni vaqtda O'zbekiston parlament quyi va yuqori palatasida korrupsiyaga qarshi qo'mitalari mavjud, shuningdek korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha Milliy kengash va agentlik faoliyat yuritmoqda. Shunga qaramay oddiy odamlar hayotida bu unchalik katta ta'sir ko'rsatayotgani yo'q. Buni tasdiqlagandek O'zbekiston 2024-yilda 180 mamlakatdan o'rin olgan korrupsiya bo'yicha reytingda 121-o'rinni egalladi. Taqqoslash uchun aytish o'rinli, ushbu reytingda mustaqil davlatlar hamdo'stligidan qo'shnimiz Qozog'iston bizdan ancha yuqori o'rinda g'olib bo'lib 88-qatorni band etdi. Gruziya 53-o'rinni, Armaniston 63-pog'onani egalladi. Belorussiya esa 113-o'rinda. Prezident o'tkazgan yig'ilishda aytilishicha, huquq-targ'ibot idoralari asosan korrupsiyani aniqlash va jazolash bilan ishlab, korrupsiyaviy omillarni tag tomiri bilan yo'qotadigan preventiv choralarni e'tiborsiz qoldiryapti. Korrupsiyaning oldini olish omillari bilan ishlash uchun 117 ta vazirlik va idoradagi korrupsiyaga qarshi ichki nazorat tuzilmalarida 1285 xodim ishlamoqda, lekin korrupsiyaviy omillarni bartaraf etishda ularning o'rni ham mas'uliyati ham sezilmayapti. Har yili biznes muhitini yaxshilash, investitsiya jalb qilish, yangi ish o'rinlari yaratishda byurokratiya va to'siqlarga barham berish bo'yicha o'nlab qaror qabul qilinmoqda. Masalan, 6,5 ming turdagi mahsulotni ishlab chiqarish va olib kirishda tadbirkorlarga muvofiqlikni baholash majburiyati yuklangan. Shundan 3700 turdagi tovar bo'yicha har bir partiyaga alohida sertifikat olish shart. Shunday ro'yxatlar sanitariya, karantin, veterinariya idoralarida ham bor. Bojxona esa bu ro'yxatlarning hammasi bilan ishlaydi. Tadbirkorlarni qiynab korrupsiyaga omil bo'layotgan bunday ro'yxatlarni qisqartirish bo'yicha bu idoralarning compliance xodimlari hech qanday taklif bermagan. Prezident korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi faoliyatidan mutlaqo noroziligini aytdi. Bir narsani aytaymi, biz ham norozimiz, anchadan beri norozimiz. Prezidentning aytishicha, agentlik xodimlari vazirliklarga, hududlarga borib aniq bir sohani tahlil qilib, muammolarga yechim berish o'rniga qo'zg'atilgan jinoyat ishlarini sanaydigan quruq statist bo'lib qolgan. Prezidentga ko'ra, agentlik rahbariyati korrupsiyaga holat eng ko'p bo'lgan tuman sog'liqni saqlash bandlik bo'limi yoki bank filialiga borib holatni o'rganmagan. Yangi zamonaviy tizim bo'yicha taklif bermagan ushbu sohalarning bevosita rahbarlari esa o'z tizimini korrupsiyadan xoli qilish ishlarini sust bajargan yoki umuman bajarmagan. Parlamentdagi byudjet qo'mitalarida ham bir yili byudjet eng ko'p mablag' oladigan 3 ta vazirlikka borib, korrupsiyaviy omillarni aniqlashda va o'rganish qilishda tashabbuskorlik yetishmayotgani aytildi yig'ilishda. Majlisda bosh vazir Abdulla Oripovga 117 ta vazirlik va idoradagi korrupsiyaga qarshi ichki nazorat tuzilmalari rahbarlari ishdan olish va ularning o'rniga halol, fidoyi va professional kadrlardan qo'yish, ularning oldiga aniq vazifalarni belgilab berish topshirildi.
Shu o'rinda savol tug'iladi: bosh vazir ularning halolligini qanday o'lchaydi? Vazirliklarning hududiy compliance xodimlari bevosita vazirning o'zi ishga qo'yishi o'ziga siyosiy mas'uliyat olib, butun tizimdagi korrupsiya uchun shaxsan javob berishi belgilandi. Bu yaxshi, albatta vazirlarning mas'uliyati oshadi, lekin vazirning o'zi yoki birinchi o'rinbosarlari poraxo'r bo'lsa-chi, onangni qozi so'ksa dardingni kimga aytasan deganlari shu emasmi? Prezident Mirziyoyev yig'ilishda korrupsiyaga qarshi kurashish agentligining ish uslubi mutlaqo o'rganishni aytdi. Buning uchun tajriba tariqasida 5 ta idora sog'liqni saqlash, qurilish, suv xo'jaligi vazirliklari, O'zbek neft, gaz va O'zsuv ta'minot compliance nazorat agentligiga o'tkaziladi. Yil yakuni bilan shu vazirliklarda qancha korrupsiyaviy omillarni bartaraf qilgani, odamlarga qanday yengilliklari bo'lgani haqida Milliy kengashda hisobot beriladi. Shuningdek, agentlik vazir hokimlar bilan birgalikda har chorakda korrupsiya yuqori bo'lgan kamida 3 ta sohada tumangacha tushib, maishiy va tizimli korrupsiya omillarini chuqur o'rganadi. Tahlillar asosida qaysi jarayonni raqamlashtirish, qaysi byurokratik tarkibni bekor qilish bo'yicha aniq choralar ishlab chiqadi. Aytilishicha, korrupsiyaviy jinoyatlarning 75% tuman va mahallada maishiy korrupsiya shaklida sodir etilayotganmish, xususan infratuzilmaga ulanish, litsenziya olish, imtiyozli kredit ajratish, ishga qabul qilish, malaka oshirish kabi yo'nalishlarda korrupsiya omillari ko'paygan. Prezidentning fikricha, tergovchi, prokuror va sudyalar qo'lidagi ish bo'yicha idoralarga taqdimotnoma va xususiy ajrim kiritishdan nariga o'tmayapti. Ularning muhokamasi ham, javobi ham quruq rasmiyatchilik. Viloyat hokimlari rahbar bo'lgan korrupsiyaga qarshi kurashish hududiy kengashlarining ishi ham juda sust. Faoliyati tuman, mahalla bilan bog'lanmagani uchun natija yo'q. Parlament mas'ul qo'mitalarining ham o'rni sezilmayapti. Endilikda korrupsiyaga qarshi kurashish hududiy kengashlari tarkibi to'liq yangilanadi. Ularga rais etib viloyat xalq deputatlari kengashi raislari tayinlanadi. Hududiy kengashlar odamlar orasiga tushib, korrupsiyaviy omillarni aniqlash, ularga barham berish uchun qaysi qonunni o'zgartirish zarur degan savollarga javob topishi kerak. Kengashlar har chorakda kamida bitta sohada korrupsiyaviy omillarni bartaraf etish, qonun ustuvorligi, jazo muqarrarligini ta'minlash bo'yicha Milliy kengashga taklif kiritadi. Ko'ramiz, kirita olarmikan? Yig'ilishda Vazirlar Mahkamasiga tizimdagi korrupsiyani bilib-bilmaslikka, ko'rib-ko'rmaslikka olib yurgan inspeksiya rahbarlari ishga baho berib, 2 haftada korrupsiyaviy omillarni bartaraf etish bo'yicha har biriga aniq vazifa qo'yish topshirildi. Har oyda bittadan inspeksiya faoliyati tanqidiy ko'rib chiqiladi va ulardan qattiq so'roq talab qilinadi. Endilikda bosh prokuror va ichki ishlar vaziri ham har chorakda Milliy kengash oldida, viloyat tuman prokurorlari va ichki ishlar boshliqlari esa har oyda hududiy kengashlarda hisobot beradi va jamoatchilikda murojaat bilan chiqadi. Prezident murojaat deganda umumiy gaplarni nazarda tutmayapti. Bunda har bir soha va jinoyatchilik turi bo'yicha oldini olish, omillarini bartaraf etish borasida aniq qilinadigan ishlarni aytishi kerak. Milliy kengash har oyda tuman va shaharga tushib, o'z yig'ilishini bevosita ichki ishlar bo'limlarida o'tkazishi kerak. Bundan buyon 8 yillik amalda bo'lib kelgan sektorlar faoliyati bilan prokuror, ichki ishlar va soliq rahbarlari shug'ullanishiga ham nuqta qo'yiladi. Ularning o'rniga endilikda bosh vazir o'rinbosarlari o'ziga tegishli sohalar bilan o'z kuchi va tizimi bilan shug'ullanadi. Prokuratura, ichki ishlar, soliq rahbarlari yaxshilab eshitib olsin. Sektor ishidan ozod qilish bu eski davrga qaytib, aholi va tadbirkorlarga har qadamda to'siq, korrupsiyaga sharoit yaratish degani emas, deydi Prezident Mirziyoyev. Tumanda jinoyatchilikni jilovlashga hokim boshchiligiga qolaveradi. Barcha ishlarni muvofiqlashtirishda hokim buvalarning o'rni hech qayerga yo'qolmaydi. Har hafta prokuror, ichki ishlar boshlig'i bilan hududdagi vaziyatni muhokama qilib borishlari shart. Prezidentning eslatishicha, bosh prokuratura, ichki ishlar, davlat xavfsizlik xizmati akademiyalari, yuridik va jamoat xavfsizligi universitetlariga jinoyatchilikni oldini olish bo'yicha hudud va sohalar biriktirilgan edi. Lekin ular kriminogen vaziyat murakkab mahallalarga omillarni yuborayotgani, ushbu mahallalarni namunali qilishda jonbozlik ko'rsatmayapti. Milliy kengash esa har chorakda ushbu oliygohlar rahbarlaridan ham hisobot so'rab borishi kerak.
Yig'ilishda Senat kamida bitta hududda jinoyatchilikni keskin qisqartirish bo'yicha Qonunchilik palatasi esa kamida bitta sohada korrupsiyaga barham berish bo'yicha takliflar berib borishi belgilanadi. Bundan buyon vazir va hokimlar lavozimiga qo'yilishidan oldin korrupsiyani oldini olish bo'yicha aniq rejasini parlament va mahalliy kengashlar oldida himoya qiladigan tizim joriy etish taklif qilindi. Manfaatlar to'qnashuvi qimmat narxda tovar sotib olish yoki xizmat ko'rsatish asosan davlat xaridlarida kuzatilayotgani so'qirlar ham ko'rib sezib turibdi. Ayniqsa falonchi vazir yoki hokim o'ziga falon million mukofot puli yozib olibdi, falon millionga xorijiy avtomobil sotib olibdi, falon millionga archa yasatibdi degan xabarlarni o'qiganingiz aniq. Shu bois ham yig'ilishda Prezident Mirziyoyev Iqtisodiy va Moliya vazirligi Hisob palatasiga parlamentning budjetga mas'ul qo'mitalari bilan birgalikda to'g'ridan-to'g'ri xaridlarni 2 karra qisqartirishni topshirdi. Yil yakunigacha sun'iy intellekt yordamida davlat xaridlarida qonunga zid holatlarni aniqlash va oldini olish bo'yicha elektron tizimni ishga tushirish vazifasi qo'yildi. Shuningdek, bu borada ekspert komissiyasi tuziladi. Ushbu komissiya ilg'or tajriba asosida davlat xaridlarida tovarlarning o'rtacha bozor narxlari ko'rinib turadigan elektron platforma yaratib, undagi ma'lumot yangilanib turadigan tizim qilinadi. Bunda davlat xaridlarida sotib olinadigan tovar va xizmatlar narxi o'rtacha bozor narxidan ko'pi bilan 20% dan oshmasligi shart. Ushbu talabni buzganlik uchun qonun bilan javobgarlik va jarimalar joriy qilinadi. Byudjetdan tashqari mablag'lar hisobiga olinayotgan tovarlarni ham tartibga solish vaqti kelgan. Byudjet va byudjetdan tashqari mablag' hisobidan asosiy vositalarni xarid qilish bo'yicha talablar kuchaytiriladi. Xizmat transportida yurishni keskin qisqartirib, o'zimizda ishlab chiqarilgan avtomobil va mebelga o'tish zarurligi aytildi. To'g'risi hamda nega xalq mablag'laridan hosil bo'lgan byudjet pullariga o'zimizda ishlab chiqarilgan mahsulotlar qolib, xorijniki sotib olish kerak? Olmaning sarasini men yeyman, qurt yeganini xalq yeysin degandek bo'lmaydimi axir? Shuningdek, yig'ilishda Prezident Shavkat Mirziyoyev yirik loyihalarni yuqori darajadagi korrupsiyaga qarshi standartlardan kelib chiqib baholash lozimligini aytdi. Mutasaddilarga bunday investitsiya loyihalarida xalqaro korrupsiyaga qarshi standartlarni joriy etish, yirik auksion shartlarini raqobatdoshlik ekspertizasidan o'tkazishni yo'lga qo'yish topshirildi. Shaffof qurilish platformasi qamrovi oshirilishi, xalqaro tashkilotlar loyihalariga ham bosqichma-bosqich joriy qilish belgilandi. Bu ishlar xalqaro moliya tashkilotlari ishtirokidagi qurilishlarda subpudratchilarni yollash va 1 million dollargacha bo'lgan loyihalardan boshlanadi. Ana keldik endi kunning asosiy masalasiga. Yig'ilishda davlat xizmatchilari daromadini deklaratsiyalashga oid qonunni qabul qilish vaqti soati kelgani aytildi. Aslida uni qabul qilish muddati ancha avval belgilangan va muddatidan o'tib ketgan edi, lekin hech kim, ayniqsa uni qabul qilishga mas'ul bo'lgan tashkilotlar bu borada miq etmay kelayotgandi. Go'yo amaldorlar bugungacha yiqqan tergani to'plagani yashirib olishga vaqt va imkon bergandek. Prezident mas'ullarga tez fursatda ushbu qonun loyihasini jamoatchilik muhokamasiga qo'yib 1 aprelgacha kiritishni topshirdi. Shuningdek, gap borib noqonuniy boylik orttirish uchun javobgarlik masalasini ham o'ylab ko'rib taqaldi. Qonunchilikda noqonuniy boylik orttirish haqida modda kiritish taklif qilindi, ya'ni davlat xizmatchisi deklaratsiya qilgan daromadiga mos kelmaydigan mol-mulkni qayerdan olgani isbotlashi kerak bo'ladi. Prezident Milliy kengashni parlamentning korrupsiyaga qarshi kurashish qo'mitalari bu borada xalqaro andozalarga mos takliflarni ishlab chiqishga chaqirdi. Davlat rahbari sud tizimida korrupsiyaviy xavf-harakatlarni oldini olish, odil sudlov sifati va samaradorligini oshirish doimo diqqat markazida bo'lishi zarurligini ta'kidladi. U barcha rahbarlarni qat'iy ogohlantirib, sudlar faoliyatiga har qanday aralashish odil sudlovga soya solish deb baholanishi, shu bo'yicha so'rov ham javobgarlik ham qattiq bo'lishini aytdi. Odil sudlovni ta'minlash uchun 3 oy ichida sifatli yuridik yordam ko'rsatilishda advokatlar faoliyatiga to'sqinlik qilayotgan omillarni bartaraf etish bo'yicha qonun loyihasi kiritish topshirildi.
Shu o'rinda aytish o'rinliki, 2024-yilda korrupsiyaga oid jinoyatlar oliy ta'lim, transport hamda qishloq xo'jaligi sohasida oshgan. 2024-yilda respublika bo'yicha jami 6898 nafar shaxs tomonidan 5716 ta jinoyat sodir etilgan bo'lib, 2023-yilga nisbatan korrupsiyaga oid jinoyatlar hudud gaz ta'minot, AJ suv xo'jaligi, mahalliy hokimlar hamda bank sohasida kamaygan. Oliy ta'lim, transport hamda qishloq xo'jaligi sohasida bu ko'rsatkich oshgan. Maktabgacha va maktab ta'limi, sog'liqni saqlash, kambag'allikni qisqartirish va bandlik sohalarida korrupsiyaga oid jinoyatlar salmog'i yuqoriligicha qolmoqda. Oxirgi vaqtlarda korrupsiyaviy jinoyatlar soni urchigan, biroq nahanglar qolib, faqat mayda baliqlar pora olayotganda qo'lga tushishga jamoatchilik ancha o'rganib qoldi. Negadir korrupsiyaviy jinoyatlar haqidagi xabarlarni o'qiganimizda ularning bosh qahramonlari silsilasi nari borsa hokim o'rinbosari bilan tugaydi. Go'yoki butun poraxo'rlik pastda O'zbekiston, yangi O'zbekiston korrupsiyaga qarshi kurashib, hatto majlislarda odamlarni hibsga olishdek amaliyotlardan foydalanmasin. Baribir korrupsiya kamayib qolayotgani yo'q. Xo'sh, sizningcha eng samarali chora qaysi, nima qilish kerak? Xabarchi.uz kanali sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotlari shulardan iborat edi. Xayr, salomat bo'ling.